Assalomu alaykum hammaga, qadrli kanalimizni kuzatuvchilar. Xudo xolasa navbatdagi obyektimizni o'rnatib oldik. Andijon tumani Sho'ro qishlog'iga qaraydi ekan. 5 dona eshik, 3 dona rom olib keldik. Razmerlari hammasi standart. 1.20 ga 2.30 romlari, 1.30 ga 1.60 standart razmerda. Haqiqatdan high-tech. Zamoylar xudo xolasa mana demakimizni chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Ochilib yopilishlari ham ichkaridan ko'rinishlari, penalari chiroyli qilib to'ldirib qo'yganmiz bularimizni. Xo'p, narxlarini 1 kvadrat metrini 750 ming so'mdan oyna zamok olib borib o'rnatish. Hamma yo'q ichida qilib berganmiz chiroyli qilib. Garantiyalar bor, to'g'risi 5 yil. Rezinkalarini chiroyli qilib yopishtirib. Telefonlarimiz 99 433 1423 bemalol telefon qilib aloqaga chiqa olasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati Bulovosh tumanida. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Vodiy ichi bo'ladi. Agar vodiy ichida bo'ladigan bo'lsa, ustonovkasini ichida qilib beramiz chiroyli qilib. Kommentariya, Telegram kanalimizga qoldiramiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.